Qo'shilov. Yana Qo'shilov. Ergashev. Va o'sha boyagi to'qnashuv natijasida shifokorlar maydonga chaqirilmoqda. Sherzod O'rmonjonov. Yaxshi imkoniyat, zarba, darvozabon qutqaryapti. Muqarrar golda va o'yinda intrigani saqlab qolyapti. Yap qanotga bu ham aniq pas. O'rmonjonov chapdan hujum. Va qoida buzadi. Burchakka yaqin hudud. Xavfli edi. Akobir Vohidov. Zarbasi Toshkent viloyati jamoasi to'pni o'yinga kiritadi. Kombinatsiya o'ynashga qaror qilishdi. Bu albatta vaqt nuqtai nazaridan amalga oshirilyapti. Kurash. Folsiz. Hozircha folsiz. Qo'shilov. Yana Qo'shilov. Ergashev. Hujum qilish imkoniyati. Aniq pas va noaniq zarba. Kombinatsiya chiroyli Sardorbek Saqayev. O'rmonjonovdan yana ozgina fintlar. Qo'shiga hamanda o'tmoqchi edi, xatoga yo'l qo'ydi. Yuqorida kurash zarba yo'llandi. Biroz noaniq, futbolchilar to'pni egallab olishdi. Qo'l bilan O'rmonjonov. Jarayon chap qanotga ko'chdi Saqayev. Yana bitta standart. Yaxshi zarba edi balanga sakrab. To'pga birinchi bo'lib yetib bordi Abdulaziz. Ichkariga pas, kurash va gol. Jarima zarbasi Oqovul foydalana olmadi. Birinchi to'p uchun kurash. Yana tempni buzmayotgan. Erkinov. Mahrom Hayitmatov. Hech kim yo'q. Yelka-belga kurashda Qoralik himoyachilar ustun kelishdi. To'pni uzoqlashtirib qarshi hujumga o'tib ketish imkoniyatidan ham foydalanadi. Hozirgina maydonga tushgan futbolchi xavfli vaziyat yuzaga keltirdi. Yo'ldashboyev o'tolmadi ikkita raqibdan. Pas qarshi hujum ko'ramizmi? Yo'q, ko'rmaymiz. Shu nuqtani o'zida qolgan Murshid Temirov xavfni bartaraf etdi. Zarba to'g'ri yaqinlashyapti. Qoralik futbolchilar raqib jarima maydonchasiga va darvozasiga. Bor ekan. Balki buni tushungandir. Shu energiya sarflamagan holda oldinga tashlanmadi. 41-daqiqa. Qoraqalpoq mahallasi vakillari faollashdi. Bir qancha bor yorib turishdi. Faqat
zarbaga yetib borishmayapti. Erkinov. Zarba shundan to'pni yerdan olyapti. Ichkariga uzatma. Zarba ko'ramizmi? Yo'q. Hozircha yo'q. Paslar ketma-ketligi jarima maydonchasi ichida Toshkent viloyati vakillari faollik ko'rsatishdi va foul ishlatishga majbur bo'lishdi. To'p uchun kurashdi. Qilyapti. Foul yo'qmi? Bor. Sariq kartochka ham bor. Argentina Fransiyani ko'pchilik misol keltiradi, ammo bunaqa finallar o'zi kam. Masalan, bu yil zo'r atmosfera. Shunga yarasha futbol. Ya'ni faol. Keyinchalik gol urishdi. Shundan so'ng Peshku tumani vakillari oldinga borishdi va xavfli vaziyat edi. Uzatma. Yo'q. Yo'ldoshbayev. Aqlli pas. Va yo'q. Bitta to'p bilan cheklanish niyati yo'q. Hujumkorlik namoyish etyapti. Yaxshi pas. Markaz orqali qoida buzilyapti. Firdavs Raupov, Sharaf Norboyev ko'plab hujumlarni boshlab berdi. Uning texnikasi ajralib turibdi. Oqovul hujumi. Yo'ldoshboyev. O'rmonjonov. Yo'ldoshboyev. Ichkariga pas. To'p qaytarildi. Pressing. Yana pressing. Imkoniyatni boy berishdi. Lekin yuqori chiqish vakillari finalda Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Oqovul mahallasi jamoasiga qarshi bahs olib boryapti. Birinchi bo'limdan so'ng 1-0 hisobida Oqovul oldinda. Mana o'sha uzatma kurash yutishdi. Yakunlanganini e'lon qilmoqda. 1-0 hisobi saqlanib qoldi. Oqovul tanaffusga g'olib sifatida chiqib kelyapti, ammo xuddi shunday yarim soat vaqti bor. Kirib bo'lishdi. Murabbiyiga taqdim etish 1 daqiqa. Bolalar, yoshlar maza qilib sport bilan o'ta qilyapti, ammo oxirigacha o'ynayapti. Katta ehtimol bilan mana o'sha uzatma futbolchilar hushyor. To'pni zo'rlashtirishda Sharaf Norboyev edi bu. Qoraqalpoq yakunlandi.
Jalilar, muhofazalari va Bugun 21 Opovulning hujumi boshi bog'langan holatda bo'lishiga qaramasdan bosh bilan mana hujum ichkariga uzatma hujum tashkil etayotgan to'xtatildi. Juda ishonchli o'yin. Sobol Opovul oldinda minimal farq intriga gol. Mana uzatma, mana zarba. Yo'llarda top darvoza to'siniga qaytdi. Zarba edi, chapaqay futbolchi. Va o'sha boyagi to'qnashuv natijasida shifokorlar maydonga chaqirilmoqda. Qo'g'ra tumani Sherzod O'rmonjonov.